Tarixda atiga 4 ta shoir hamsa asarini ideal darajada yozishga muvaffaq bo'lgan. Qolganlari oxiriga yetkazilmagan. Azizlar, hozirgi zamonaviy o'zbek adabiy tilida men 18 yoshimda bu 5 ta dostondan iborat hamsamni yozib qo'yganman va xalq shoirlariga ko'rsatganimda ular ichidagi xato va kamchiliklarni menga ko'rsatishgan, ustozlik qilishgan va oradan ko'p vaqt o'tib 33 yoshimda men hamsa asarimni ustida yana qayta ishlashga qaror qildim. Alloh baraka bersin. Biz nafaqat o'zbek adabiyotini zabt etishni, balki jahon adabiyotini zabt etishni niyat qildik. O'zbek yoshlarini yana adabiyotga oshno qilishga ilhomlandik. Yaratgan bu yo'lda bizga madadkor bo'lsin. Azizlar, bu asarni yozish oson ish emas. Shunchaki 4 ta 5 ta she'rdan iborat she'riy to'plam yozish bilan hamsa yozish o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Azizlar, qo'llab-quvvatlang, like bosing. Bu videoni she'riyat ixlosmandlariga, adabiyot ixlosmandlariga yuborib qo'ying. Yo al-Hazar misralarda tong otdi. Iymon nonin shu lahzada ushotdi. Ey javohir, muroding shukronasin qil. Tilingda yuksalish, yurting mustaqil.